iPad A16 hozirgi kunda eng ko'p sotilayotgan iPadlarimizdan biri sotuvga keldi. Narxi ham juda qulay narxda. Hozir PUBG Mobile'da necha FPS'da beradi, PUBG ishlatish mumkinmi, yo'qmi, hammasini birgalikda sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Kuzatib turasizlar faqat videoning oxirigacha. Mana o'yinga kirib ham oldik. Endi sizlarga buni FPS'ini, ya'ni grafikasini ko'rsatamiz. Necha FPS ko'rishingiz mumkin. 60 FPSda ishlar ekan. Ushbu iPadimiz sotuvda, korobka dokumentlari ham bor. Holat ideal holatda. Eng yaxshi tarafini aytaymi? iPadlarda endi yonk ko'rsatishni boshlabdi. Akkumulyatorga kiramiz va soedinyan akkumulyator hop 100% ekan, 76 marta zaryad qilingan. Xotirasiga keladigan bo'lsak, 128 GB mana shu ideal holatda bo'lgan iPadimizni $272 sotuvga qo'ydik. Hech qanday aybi nuqsonlari yo'q. Ishlab turgan PUBG'da 60 FPSda bemalol ishlab bera oladi. Korobka dokumentlari ham bor. Bizning manzil Namangan shahar Texnova 84-do'konda Nalichida turibdi. Qiziq bo'lsa tezda aloqaga chiqib qo'yaverasizlar. Agar siz boshqa holatdan turib xarid qilishni xohlasangiz, sizga BTS pochtasi orqali yuborishimiz ham mumkin bo'ladi. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun mana shu nomerlarga telefon qilib yoki shu nomerda ochilgan Telegram orqali bizga bog'lansangiz ham bo'ladi. Sizlarni do'konimizda kutib qolamiz.